Hey yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun Aziz kanali. Bugun Paws Patrol xizmatida bizga zadaniya tushgan. Bugun o'shani bajaramiz do'stlar. Do'stlar, bugun shu yerda nazorat qilamiz. Jinoyat, bos, git. Davay. Bugun birinchi zaifkamiz ketdi do'stlar. Migalka. Do'stlar, menimcha avtomobil rusini Dodge bo'lsa kerak. Ha, shunday Dodge ekan. Qora rangli Dodge Challenger. Iltimos harakatni o'ngga oling. Qaytaraman, qora rangli Dodge Challenger. Iltimos harakatni o'ngga oling. Hurmatli haydovchi, dokumentingizni ko'rsating. Dokumentingiz yo'qmi? Bo'lsam hozir siz bilan politsiya idorasida ko'rishamiz. Yana qo'shdi. Hurmatli haydovchi, iltimos avtomobilingizni chetga oling. Hurmatli haydovchi. Ketishlar. Bugun birinchi ish kunimizda shunday voqea duch beradi. Avtomobil avariyaga uchradi. Boshlaymiz. Qochib ketyapti. Hurmatli haydovchi, iltimos guvohnomangizni ko'rsating. Hurmatli haydovchi, iltimos mashinani chetga olib guvohnomangizni ko'rsating. Dokumentingiz qani? Mashinaga politsiya mashinasiga mining. Ketdingizlar. Bugungi videomiz o'zida birinchi qoidabuzarni ushladik. Ketdi politsiya idorasiga. Galka qo'ygan. Avtomobil ishga qo'yib turamiz. Bu mashinani olib kelay. Chetga olib qo'yay, chunki yo'l harakatiga to'sqinlik qiladi. Hurmatli haydovchi, iltimos mashinadan jimgina o'tiring. Yaxshi o'tirdilar. Bu mashinani olib kelay. Turdim. Avtomobillarni chetga qo'ying, chunki harakatga to'sqinlik qiladi. Sekin. Mashinani zo'rlab ketdilar. Traf. Iltimos, hurmatli haydovchi, post politsiya mashinasi chetga oling, iltimos. Iltimos, mashinani chetga oling, post patrul mashinasini chetga oling. Qochib ketdilar. Hurmatli haydovchi, iltimos post patrul mashinasidan sekin joylashing. Bitiring. Siz bilan politsiya idorasiga berishamiz. Politsiya idorasiga do'stlar, hozir politsiya idorasiga borgandan keyin sizlar bilan videoni davom ettiramiz. Do'stlar,
hurmatli haydovchining mashinasini avtoturargohga keltirib qo'ydik. Evakuatorga keltirib qo'ydik. Biz esa evakuator orqasidan kelyapmiz. Do'stlar, avtomobilning egasi. Sekin shu yerga qo'yamiz. Hurmatli haydovchi, siz avtomobilni davlat raqamisiz haydaganingiz uchun sizni vaqtinchalik jarimaga tortishga majbur bo'ldim va mashinangiz shu jarimani to'laganingizdan keyin mashinangizni avtoturargohdan olib ketishingiz mumkin. Xayr, sog' bo'ling. Sizga oq yo'l tilayman. Do'stlar, jinoyatchini politsiya idorasiga topshirdik. Ketyapti. Jarimasi bilmayman, chunki uncha jarima tushmaydi. Mana shu avtomobilni hozir jarima maydonining orqasiga olib qo'yamiz, chunki bu yerda politsiya mashinalari turadi. Ketdi do'stlar. Mashina turaversin. Do'stlar, sherda turaversin, hay. Chunki avtomobilning egasini qulf kaliti ochib berdi. Biz sekin haydaymiz. Avtomobil davlat raqamsiz uchun bu mashinani hibsga oldik do'stlar. Sekin mana shu yerga qo'yib qo'yamiz. Do'stlar, mana shu avtomobilimiz jarima maydoniga qo'yildi. Endi keyingi zadana qilishni boshlaymiz do'stlar. Hozir zadanani olib bo'lganimizdan keyin sizlar bilan gaplashamiz.